جدد حياة القلب بالقرآن. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aldınғы saatlik dersimizde Fethanın uzatılıp okuluşunu ügünüp ötkendik. Bu saatlik dersimiz şununki məşqi boludu. Birinci kelimeye qarab öteyli. Bu yerde iki hareket var. Bu yerde mesela kaf harfi fethalik geldi. Mim harfi fethalik geldi. Ama alif harfi nima degandik? Sakinlik keladi, ama ko'pincha ahvolda sakin yozilmaydi. Bunda kelgan vaqtida, ya'ni harakatsiz alif kelgan chaqda bir harfning keynidan u harfning ustida fatha bo'ladi. Kelgan vaqtida buni ikki harakat miqdori, ya'ni ikki harakat miqdori deganimiz ikki barmoqimizni bukib bo'g'chi bo'lgan oraliqda ketgan vaqtni ko'rsatdi. Unda bo'lsa, boshlaylik. Kama degan bu kalimani qanday o'qiymiz? Oldi bilan harfning ismini, masalan, kama bo'lgan bo'lsa kaf, undan keyin fathalik oldi bo'lgan ka, bu shaklda undan keyin butun kalimani yoki jumla bo'lsa jumlani, ikki kalima bo'lsa ikki kalimani biroq o'qib beraman. Kaf, ka, mim, ma. Demişki bunu ka, mani ma deb uzatdım. Çünkü fethalik harfning keynidan bu yerde alif mat kelganlik uchun bu ikki harakat miqdori uzartiladi. Shunga kama deb o'qidim. Yana bir qitim o'qib beraman. Kama. Keyingi ko'tayli. Jim, ja. Manga geçip o'qinglar. Wow, wa, ba, ba. Jawab. Qayta o'qib beraman. Jawab. Keyingi ko'tayli. Ba, ba. Lam, la. Ghayn, gha. Balagha. Keyingi ko'tdik. Kaf, ka. Lam, la. Bu yerda lam alif keliglik fatha ustida. Nimishqa buni la deb uzatimiz desanglar, bu lam alif. Lam alif deganimiz lam va alifninki birlashishidan tarkib topgan farqli yezilish shakli deb o'rgangandik. Shunda ham dastlabki darslarda buni ustiga fatha kelsa, yanala makanda alif bo'lganlik uchun la deb uzartildi. Mim, ma, kalama. Yani bir qitim o'qib beraman. Kalama. Lam, la. Kaf, ka. Nun, na. Lakana. Akşi boqinglar. Lakana. Alif. Nimishqa buni alif dedim, hamda nimishqa hamza deymiz deganga aniqlan beraman. Oldingi soat darsimizda alifninki ustiga hamza bilan fatha kasun yoki bir harakat kasun yoki hamzasiz bir harakat kasun buni o'xshashla hamza deb o'qiymiz deb o'rgangandik. Shunlashqa buningdan keyin tortib alifning ustiga fatha kasun yoki boshqa farqli harakatlar kasun buni hamza deb o'qiymiz. Hamza, a, ha, ha, ta, ta, ahata. Yani bir qitim o'qib beraman. Ahata. Hamza, a, kha, kha, nun, na, akhana. Yani bir qitim o'qib beraman. Akhana.
Bu yerda so'zalgandan ikkisi bor, uzatmay o'qinimizdan birsi bor, bir harf, ya'ni a tovushini uzatmadik, qolgan xo, ondan keyin na tovushlarini uzatib o'qidik. Qayta bir qitim. Axona, vav, va, hamza, a, sa. Bu yerda mo sa tovushini uzatdik, chunki beshida dedik, oldin soatlik darsda dedik. Bu yerdagi alif mat bo'lganlik uchun oldidagi harfni ikki harakat miqdori uzartimiz deganlikni ifodalaydi. Ba, ba, va asaba. Qaranglar. Va tovushi, hamza tovushi, ya'ni a tovushi, ba tovushlarini uzatmadim, ammo sa tovushini uzartib o'qidim. Va asaba. Keyingisi ro, ro, mim, ma, bod, bo, nun, na, ramadona. Yani bir qitim. Ramadona. Bu yerdagi ro tovushini uzartmaganligimiz buni cho'ng o'qish o'qimasligimizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatla ikki harakat miqdori mat alif kelsa ikki harakat miqdori uzartildi. Agar kelmay faqat harakatlar bilan, masalan fatha keldi bu yerga, uzartilmasdan Ramadona deb o'qildi. Agar bu yeniga kichik alif yoki bo'lmasa alif mat kelgan bo'lsa, buni Ramadona deb o'qiydik. Kelmaganlik uchun tizla uzatmasdan Ramadona deb o'qidik. Vav, va, qof, qo, ta, ta, lam, la, va qatala, va qatala, fa, fa, sin, sa, ha, ha, mim, ma, fasahama. Yani bir qitim. Fasahama. Keyingisi fa, fa, vav, va, fava, jim, ja, dal, da, jada. Qo'shib o'qisak fawajada. Yani bir qitim o'qib beraman. Fawajada. Qaranglar, oxirdagi da deki buni uzartib o'qidim. Lam, la, fa, fa, sin, sa, dal, da, ta, ta, la fasadata. Başqalar hech qaysini uzartmadim. Faqat ta buni uzartib o'qidim. Agar uzartmagan bo'lsa qanday o'qilardi? La fasadata deb o'qilardi. Uzartganda la fasadata. Keyingisi ko'tayli. Mim, ma, kaf, ka, ta, ta, ba, ba, kataba. Qo'shib o'qisak ma kataba, ma kataba. Hech qaysisi katabadiki hech qaysisi uzartilmadi. Fa, fa, lam, la, fala, ra, ra, fa, fa, sa, sa, rafatha. Qo'shib o'qisak
فلا رفث. يعني bir qitim o'qib beraman. فلا رفث. Keyingi ko'taylik. ف ميم ما فما جيم ج عين ع لام ل جعل qo'shib o'qisak فما جعل. يعني bir qitim o'qib beraman. فما جعل قاف قا لام ل قال ميم م عين ع ذال ذ معاذ qo'shib o'qisak قال معاذ. يعني bir qitim o'qib beraman. قال معاذ. Diqqat qilinglar. Asosliqi so'zlab o'qiydigan yerlarga urg'u qilyapman. Shuningdan qarabmi bilib olsanglar bo'ldi. Yana bir qitim o'qib beraman. قال معاذ. واو و ميم ما وما ميم ما نون ن عين ع نون ن منعنا qo'shib o'qisak وما منعنا. يعني bir qitim وما منعنا. keyingisi ko'taylik. خا خا ف ف خاف عين ع ذال ذا. Bu yerda zal harfining ustiga qo'yilgan fatha alif harfininki ustiga qo'yilib qolibdi. Buni bu kalimaninki alifga o'xshash tushuninglar. Alifning ustida bu yerda fatha yo'q. Ba ba azab qo'shib o'qisak xofa azab. Yana bir qitim xofa azab. واو و ضاد ض را را با با وضرب لام ل نون نا لنا qo'shib o'qisak وضرب لنا. keyingisi fa fa mim ma fama kaf ka nun na kana qo'shib o'qisak fama kana. yana bir qitim فما كان. keyingisi جيم ج عين ع لام ل جعل لام ل كاف ك لك qo'shib o'qisak جعل لك. Bu yerdagi hech qaysi uzartilmaydi. Hammasi fathalik, alifmat yo'q. Shunga qisqalar o'qiysizlar. Yana bir qitim o'qib beraman. Ja'ala laka. Asta o'qib beray. Ja'ala laka. Keyingisi ko'ttoq. Jim ja واو و za za جاوز قاف قا لام ل قال qo'shib o'qisak
جاوز قال يعني bir qitim o'qib beraman جاوز قال keyingisi ko'tayli قاف قا لام لا قال لام لا تا تا خا خا فا فا تخافا qo'shib o'qisak قال لا تخافا يعني bir qitim قال لا تخافا keyingisi ko'tayli با با لام لا بلا Aldığın saatlik dersimizde harflerinki yan tarafi yoki bo'lmasa ustiga kichik alif kelgan vaqtda uning keyindan keladigan ya harfi o'qilmaydi degan tushundami? Shunga o'xshash bu yerdagi ya harfi o'qilmaydi. Shunga buni qayta o'qib beraman. Bala. Keyingisi ayn a sin sa asa يعني bir qitim عسى عين ع لام لا على يعني bir qitim o'qib beraman على keyingisi fa fa ha ha dal دا فهدى يعني bir qitim فهدى bu yerda fa tovushi bilan ha tovushi uzartilmadi dal tovushi ustida alif mat bo'lganligi uchun uzartildi buni qayta o'qib beraman فهدى keyingisi fa fa hamza bu yerda nima ishqa buni fa deb uzatmay bu fani qisqa o'qib undan keyin keyingi alifni o'qiymiz degan desanglar oldin saat darsimizda bu ustiga sokinlik alif degan to'q bu qo'shib o'qishni uzartilishini ko'rsatdi ammo bu yerda harakatlik alif kelganligi uchun harakatlik aliflar hamza deb o'qildi hamzalar o'qildi shunglashqa buni a deb o'qiymiz bu yerda hamzaning ustida nima bor kichik alif bor shunga buni ikki harakat miqdori so'zimiz buni a deb so'zdim vav va fa'awa qayta o'qib beraman fa'awa keyingisi ko'tdiq dal da ha ha bu yerdagi yamo yanıla o'xshash o'qilmaydi chunki harakatsiz ha ha ma ha bilan ma haninki o'rtadagi farqni bilib olinglar biz burunmi jiq to'xtalgan buni o'qib berma dahaha keyingisi ko'tdiq qof qo ضاد ضا ها ها قضاها يعني bir qitim o'qib beraman قضاها qaranglar ikkilisi cho'ng o'qiladigan harflar qof bu cho'ng o'qiladigan dod bu cho'ng o'qiladigan bu yerdagi qa tovushi bilan do tovushininki farqi birisi uzartildi yana birisi qisqalab o'qidi yana bir qitim o'qib beray diqqat bilan tinglang قضاها keyingisi ko'tdiq fa fa nun na dal da bu yerdagi ya tovushimi o'qilmaydi ha ha fanadaha
يعني bir qitim o'qib beraman. Fanadaha. Keyingisi ketdik. Mim, ma, sin, sa, ayn, a, sa'a. Qo'shib o'qisak. Ma sa'a. Yani bir qitim o'qib beraman. Ma sa'a. Keyingisi ketdik. Vav, va, mim, ما وما با ب نون نا ها ها بناها qo'shib o'qisak وما بناها يعني bir qitim o'qib beraman وما بناها keyingisi ketdik واو و ميم ما وما قاف ق لام لا قلا qo'shib o'qisak وما قلا يعني bir qitim وما قلا keyingisi ketdik واو و ميم ما وما طا ق حا حا ها ها طحاها qo'shib o'qisak وما طحاها يعني bir qitim وما طحاها keyingisi ketdik ya ya ta ta واو wa را را يتوارى يعني bir qitim يتوارى keyingisi ketdik mim ما تا تا متى ها ها ذال ذا هذا qo'shib o'qisak متى هذا يعني bir qitim متى هذا keyingisi ketdik ha ha ya ya oldingi sonlik darsimizda ya vav harflari oldidagi harf fathalik yoki mushta kichik alif kelsa bu harflarning ustida hech qanday bir harakat bo'lmasa bu harflar o'qilmaydi degan. Shunga bu yerdagi vav harfimi o'qilmaydi. Ta ta hayata qaranglar ustida hech qanday bir belgi yo'q. Shunga buni o'qimay o'qiysizlar. Hayata keyingisi ketdik صاد ص لام لا تا تا صلاة يعني bir qitim o'qib beraman صلاة za za كاف كا تا تا زكاة bu yerdagi vav harfimi o'qilmaydi. Zakata vav va mim ma nun na ta ta va manata qaranglar bu yerdagi vav o'qildi, bu yerdagi vav o'qilmadi. Qayta bir qitim o'qib beraman. Va manata keyingisi ketdik ta ta vo vo ha ha ro ro
تظاهر. يعني bir qitim. تظاهر. ميم ما عين ع ها ها دال د عاهد. qo'shib o'qisak ما عاهد. yana bir qitim ما عاهد. keyingisi ketdik واو و ها ها ميم ما نون ن وهامان. يعني bir qitim وهامان. keyingisi جيم جا ها ها دال دا كاف ك جاهداك. يعني bir qitim جاهداك. تا تا با با را را كاف ك تبارك. يعني bir qitim تبارك. keyingisi ketdik لام لا نون نا لنا خا خا قا قا يا يا نون نا خطايانا. qo'shib o'qisak لنا خطايانا. يعني bir qitim لنا خطايانا. bugungi soatlik darsimiz mushagicha bo'ladi. keyingi soatlik darsgacha Qur'onninki qisqa surlardan birini fotokopiyasini chiqarib, uning ichidagi shu Fathaning uzatilib o'qilishiga munosabatlik bo'lgan kalimalarni tanlab chiqishinglarni va shuni diqqat bilan o'qishinglarni umid qilamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران.